40 minut oldu. Bunun için to'xtab qoldi. Yine shu ko'rinishda keladi. Bu yerinde hech narsani bosish shart emas. Finish atamiz. Finishdan keyin bizda shunday oyna hosil bo'ladi. Kimlardadir inab yonboshida chiqib turadi projektda. Kimlardadir avtomatik shu mainni o'zini ochib beradi. Mainni o'zini ochib beradigan bo'lsa to'g'ri yozib ketaverasiz. Agar ochmasa shu source ham papkaning ichida main spp degan fayl turadi. Shuni ochib turib ishlatamiz. Yine endi bu bizada ishlashga tayyor bo'lgan holat. Shu yerga yozib ketaverasizlar. Agar yo'q, men kompyuterimga kodi blokni o'rnatib bilaman. Mana kompyuterim to'g'ri kelmaydi desangiz, onlayn ishlasangiz ham bo'ladi. Shundayna. Onlayn deb turib yozasiz bera. e, Bera yozasizlar onlayn C++ kompiler deb yozasiz. Turing. Tanlab turib aytmangizsa. Shunda turib yozib ko'rsatib bering. Onlayn C++ deb yozasiz. Kadastras. Shu yerda tushgan birsina giring. Xohlaningizga girsangiz, hammasi bir xil tartibda ishlaydi. Agar aynan Qayerga ko'rinmayapti domla. görmüyordur mu? Ha, Vay. Bo'ldi. Endi qoldi men aytgandan keyin Original onlayn ochgan popdi. online C++ kompiler deb yozasiz. Online C++ kompilerdan keyin bizada nima berilgan nana qidirish tugmasini bossangiz shurda bir nechta xil chiqadi. Shundan birsini bosasiz. Men hozir ikkinchida ishlab o'tiribman. Bosasiz, shurda yozib kiritib ishlat ketaverasizlar. Xohlasangiz bunda ishlang, xohlasangiz kod blokda ikkisini ishlash tartibi bir xil. İkisi ham bir xil amalni bajarib biladi. Bunda ishlasam bo'lamakan, bunda ishlasam bo'lamakan deb o'tirmang, xohlanizda ishlang. Domla, keyin buni telefondan ham ishlasa bo'ladi-ku. Bo'ladi, Ham PDF shart PDF atamiz buni. telefonda ishlagandimi? Ha. Telefonda ishlaganda o'zi fayl atib saqlanib etib olib bo'ladi, yo bo'lmasa screenshot atib turib Word atsangiz bo'ladi. Wordni keyin PDF bo'ladi. qilsa bo'lar ekan. Domla Google'dan screenshot qilingan rasmlarni Google'dan PDF fayl qilish deb yozsa, Google'da chiqarib berar ekan xohlagancha. Google'da Faylda mendan PDF chiqarib beradi. Xohlasangiz ham bu yerda yozsangizlar bo'ladi. Men bu yerda masalan now'dan o'tirajak bo'lsangizlar, masalan JPEG'dan PDF o'tirajak bo'lsangiz, JPEG to PDF'dan, yo JPEG'dan Word o'tirajak bo'lsangiz, JPEG to Word'dan o'zi chiqarib beradi. Yaxshi domla. Damla hozir shu programmaga hozir siz uyga suhbat tashlab qo'yibsiz-ku PDF faylda. Shularni to'g'ri shu yerga o'tirib ishlab ketsa bo'ladimi? Qaysi yerga o'tirib ishlayacaksın? Shu yangi ochilgan papka, aynalar endi arkada. Kode blokda. Domla aytmoqchi, anoga screenshot qilingan rasmlarni uni yuklab bo'lmayapti ekan. Faqat PDF fayl yuklash kerakmi modulga? Rasm yuklab bo'lmaydi. Bu hujjat fayl yuklash kerak. Ha, faqat PDF hujjat fayl yuklash kerak. Bu PDF modulga faqat PDF emas. Doc bo'lsa ham bo'ladi, Word fayl bo'lsa ham bo'ladi. Rasm yuklab bo'lmaydi. Ha, tushun. Tushunarlimi? Tushunarli. Bo'ldi, ishlaymiz. Ders tamom. Ya 71 odam girib o'tiradi. Keyingi nega bo'lgani uchun ko'p odam girmay qoldi. 45 odam bo'lib qoldi. Nishab screenshot atib olaman endi buni. Ular qayta kirolmayapti. Hozir o'chib yondi, qayta kirolmadi. Biza kaf guruhdagilar. Yaxshi, zarar yo'q. Bugun screenshot atib ko'raman, keyingi darsda screenshot ataman. Yaxshi, rahmat domla. Rahmat domla. Belgilab qo'ying. Madiyar Shahzod dasturini degan. Yaxshi. Yo'q, bo'ldimi domla? Men kechroq kelaman 5 minut. Yo'q, yo'qlamadim dedim. Ha, yaxshi. Topshiriq tashlab qo'yamiz ishlaymiz. Ava. Domla chiqib ketarsak bo'ladimi? Ruxsatmi? Chiqing. Yaxshi, rahmat domla.